Ishonmaysizlar, mana shu tayyor kvartiramiz 75500 chiqdi narxi. Asa talab bor joylarda, lekin yaqinda ikkita kvartira qo'ydik, ikkalasini ham bitta odam sotib oluvdi. Assalomu alaykum, okajonlar, yaxshimisizlar? Orizor Residentga kelganmiz. Mana shu kvartiramizdan tez obzor qilib beraman. 70 kvadrat maydonga ega, oshxona, sanuzel, balkonlardan tashqari 3 ta xona, remontlari ham yaxshi holatda, yaqinda remontdan chiqarilgan, hali hech kim yashamagan. Ikkita sanuzelga joy ajratilgan edi bu kvartiramizda, lekin mana bunisini Spaniyada bo'lgani uchun garderobni qilib yuboribdilar, qaranglar, zo'r chiqibdi, bor, menga rosa yoqdi. Sizlar nima qilgan bo'lardinglar? Garderobni xona yaxshimi yo sanuzel ko'proq bo'lgani yaxshimi? Videoni arzonga yangi kvartira xohlayotgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Atrofda Orizor bozori, masjid, maktab, bog'cha, korzinka, hamma narsa bor. 16-qavatda joylashgan bu kvartiramiz 75500 so'rashyapti. Aniq lokatsiyasi har doimgidek Telegram kanalimizda bo'ladi. Bizdan uzoqlashmaydi. Kvartirani puliga Olmazor tumani Chig'atoydan uchastka ko'rsataymi? 1/4 sotuv bu uchastkamiz korobka holatida malarki ishlari qolgan. Bu oshxonasi bo'ladi, mana shunaqa studiya formatda qilib qilingan. Oshxonadan tashqari 3 ta xona, binoyimizning tegi seli podvol qilingan, 2 ta sanuzel. Kommunikatsiyalari, suv, svet, gaz, kanalizatsiyadan muammo yo'q. Infratuzilmalari, masjidlar, maktab, bog'cha, do'kon, korzinka, hamma narsa bor. Videoni kvartirasini uchastka qilmoqchi bo'lib yurgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Ikkitacha xonasida yashasa bo'lar ekan, bemalol shularga ko'chib kelib, yashab, orada bu yo'llarni ham bemalol bitirib olsanglar bo'ladi. 75500 so'rashyapti. Pul zaril bo'lganiga shunaqa arzonroqdan sotib olaman deyishyapti. Aniq lokatsiyasi Telegram kanalimizda o'tib olinglar. Ishonasizlarmi? 1-2 xonali kvartirani puliga mana shu kottejni berishayotgan ekan. Manzilga qiziqayotgan bo'lsanglar kerak, Zangeta tumani Mevazor mahalladan kirib kelganda Orizor mahalla. Bitta mashina bemalol sig'adi, 236 sotuvga tushgan bu uchastkamiz. Hamma mebel texnikalari qolar ekan, mana shu videoda ko'rayotganinglar. Oshxonasi, sanuzellaridan tashqari 4 ta xona. Remontlari zo'r holatda, mazza qilib yashasanglar bo'ladi. Videoni kvartirani uchastkaga almashmoqchi bo'lib yurganlarga jo'natib qo'yinglar. Kommunikatsiyalari, suv, artizan, svet, gazdan muammo yo'q. Infratuzilmalari, maktab, bog'cha, do'konlar, transport qatnovi ham bor. 56900 so'rashyapti. Menimcha bir kunda sotilib ketsa kerak. Mana shunaqa zo'r variantlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Aniq lokatsiyasi Telegram kanalimizda bo'ladi, bizdan uzoqlashmanglar. Yaxshi lokatsiyada bo'lsa, katta ko'chaning birinchi liniyasida bo'lsa, birinchi etajda bo'lsa, kvartiralarning narxi oshib ketadi, 2 barobarga bilasizlar. Bu yerda unaqa emas ekan, tezroq mana shu joyi sotaylik deyaptilar, shuning uchun arzonroqga berib yuboradilar. Bu kvartiramiz Chilonzor 11-kvartilda bo'ladi, mo'ljal Farhod bozor. 50 kvadrat, 2 xona, 3 xona qilingan, sanuzellari ham alohida. Hop, noturar bino qilish uchun yo'l yuzida bo'lganiga zo'r variant ekan. Xohlasanglar, kvartirantlari bor, tayyor kvartirantlari bilan dalshi bo'lish ishlab ketsanglar bo'ladi. Investitsiyaga yaxshi variant demoqchiman. Atrofda Farhadskiy bozor, Farhadskiy zapchas bozor, maktablar, bog'chalar, masjid bor, Shohmet klinika, milliy taomlar. Videoni tayyor birinchi etajdan kvartira sotib olib, investitsiya qilib qo'ymoqchi bo'lib yurgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. 70500 so'rashyapti. Telefon qilsanglar yana o'tib beriladi. Aniq lokatsiyasi har doimgidek Telegram kanalimizda bo'ladi. Bizdan uzoqlashmanglar. Ishonasizlarmi? 123500 mana shu uchastkamiz Sergelida 2 sotuvga qurilgan. Assalomu alaykum qadrdonlarim. Bu uchastkamiz Sergeli tumani Bobur mahallasida bo'ladi. Tayyor kirib yashamoqchi bo'lsanglar tavsiya beraman. 2 sotuvga qurilgan, tayyor mebel texnikalari bilan shundoq kelib mazza qilib yashaysizlar. Remontlari yaxshi holatda, oshxonasidan tashqari 4 ta xona, 2 ta sanuzel, katta oilalarga bemalol to'g'ri keladi. Videoni yaxshi uchastka xohlayotgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Suv, svet, gaz, kanalizatsiyadan muammo yo'q. Infratuzilmalari, maktab, bog'cha, mashina bozoriga 1 kilometr masofada joylashgan. Do'konlar, korzinka, masjid. 123500 so'rashyapti. Aniq lokatsiyasi Telegram kanalimizda bo'ladi. Bizdan uzoqlashmanglar.